Assalomu alaykum. Bizni barakali savdamizda ashaddiy muxlislari va biz tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari va bunday Arashan, Afg'on, Hisori zotga ishqiboz bo'ladigan akalarimiz. Akalar bugun hafta kunimizga bozor kuni, akalar 28-dekabr haftani bozor kuni, xudo xolasa akalar o'zlarini tanib bilgan o'sha Husan ukamiz xonadonlariga yetib kelganmiz yana. Xo'p, qo'ylarni zo'ridan kelibdilar akalar, xudo xolasa birinchi partiyamizga toza elitniy variantdan o'sha birinchi sort afg'on sortdan Husan ukamiz yetkazib olib kelibdilar. Xudo xolasa sizlarga birma-ketin obzorlarni berishga harakat qilamiz akalar. Dumbasi yorma dumba, bunday osilib ketgan boshqa emas, xudo xolasa qo'yimiz akalar yetib kelibdi. Qo'yni uzunligiga bir qator ahamiyat berasizlar. Xudo xolasa qo'y juda mushinilardan yetib kelibdi. Yuzlarini qaranglar akalar, xudo xolasa toza narsalar yetib kelibdi. Oyoq qo'llari, kastaklari mana akalar. Mushini. Xudo xolasa Husan ukamiz kelibdilar. Husanboy, horma, charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha, rahmat, jumsiz. Asrar aka dorasa bugungi afg'on sog'liq, Arashan sog'liq zo'rlari keldi. Zo'rlardan keldi, xudo xolasa. Videoni aracha ko'rib, videodan like bosib tursa, o'ylarimiz chiqaramiz. Xudo xolasa, bizni Husanboy obuna bo'lmay kuzatyaptigan akalarimiz ham juda ko'p ekan. Xudo xolasa obuna bo'lib kuzatib tursa, bu nanda zo'rlarni chiqarib berishga biz ham harakat qilamiz. Bizni shu tomondan akalar sizlar bittadan podдержка qilib, like bosib, xudo xolasa kommentariyga chiroyli izohlar qoldirib, obuna bo'lib kuzatib tursalar, xudo xolasa bir xil akalarimiz telefon qilishyapti ekan Husanboyga. Videoni qaytadan ko'rib olay deb, videoni topolmay qolishyapti ekan. Akalar xudo xolasa hop telefon qilib aloqaga chiqarasizlar, Husan ukamiz ishlarini bitirib beradi. Obuna bo'lib kuzatsalar, xudo xolasa o'zlaringa ham yaxshi bo'ladi. Keyingi safarlarga ham qo'ylarni zo'rlari birinchidan bo'lib sizlarga yetkazib beriladi. Xo'p, bunisi Hasan ukamiz. Bu alaykum assalom. Mana juda bir-biriga o'xshaydi, xudo xolasa. Oldilarni ham ko'rsating Hasanboy. Xudo xolasa oldilari ham, tushlari ham o'ta mo'shni chiqqan. Akalar jummas mana. Voy bosilib kirib ketadi mana. Tushlari ham bo'rtib chiqqan. O'ta zo'ridan, mo'shnisidan kelibdi akalar. Elitniy variantdan. Dumbalari ham osilib ketmaydigandan akalar. Dumbalari ham osilib ketmaydigan, shu tikka dumbadan, xudo xolasa. Buni bitta afg'on qo'chqorga emas, Arashan qo'chqor qo'shib ham zo'rlaridan churvasalarni bo'ladi akalar, xudo xolasa. Mashlardan afg'on akalar ekstrer bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Shu afg'on, xudo xolasa Arashanlar ekstrer bo'yicha akalar, xudo xolasa birinchi o'rinda turadi. Keyin akalar razrezga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Dumpim aralashmagan, boshqa qilmagan. Juda mo'shini kelgan. Endi buni beliga bitta ahamiyat beraman akalar. Mana. Meni qarajim shu 23 sm. Lekin buni qo'ydi. Old tomondan ham yetmaydi. O'ta mo'shini akalar. Badani ham zo'r. Qo'yimiz Husanboy ma'lumot berdimizsa, qo'yimiz hop, yosh oyligi qanaqa Husanboy? Yosh oyligi asraga 4 kishi bo'lsa kerak. 4 kishi qani? 4 kishi ko'raylikchi. Akalar 4 kishidan 6 kishga o'tgan ekan. 4 kishidan 6 kishga o'tgan ekan. Hop, buni bo'g'ozlilari qanaqa? Bo'g'oz asrar aka. Bo'g'oz xudo xolasa, Ha, bo'g'oz. xudo xolasa bo'g'oz. Lekin akalar, xudo xolasa bundan oldin bitta bolasini tushirib qo'ysalar ham ancha pul. Men o'zim ham bilaman akalar, o'zim ham savdogarman. Bag'dan bitta ortib qo'ylikchi, Husanboy. Mana bu tomondan ko'rinishlari ham birka akalar, xudo xolasa mana. Qirg'iziston birkada. Yuzlari ham rahmat berib qo'ysalar. Toza oq yuz, oq kiprik deydi-yu. Zo'rlarini. Mana orqa oyoq kiyimlarini ham ko'rib qo'yinglar. Juda mo'shni. Endi bir Husanboy 4 ta 6 o'tyapti bular ekan. Bo'g'ozligi bo'g'oz, xudo xolasa. Bo'g'ozligi bo'g'oz. Endi bir parametrlarni o'lchasak, xudo xolasa har doim aytganda katta qo'ylar ham akalar mana shu telefoningizda ko'rinadi, kichkina qo'ylar ham telefoningizda ko'rinadi. Shu qatori bir qator o'lchab qo'ysak, o'shalarga ahamiyat berib olaverasizlar akalar. Qani? Follows qo'ygancha Hasanboy. Akalar 90 plus mana yerdan 92 sm chiqyapti. 90 ga olasan asrar aka. Mana 92 sm. 90 ga olishaveradi, ha? 90 ga olishavergan. Endi uzunligini ham bir qator qo'shaq. Mana akalar. Qo'lingizchi, o yoqqa bo'yniga bora olmaysiz mana. Mana shu yerda tursa. Mana bag'i akalar metr. Sog'liqda akalar mana kvadrati.
O'tda mashinasi kelgan. Old tomondan bir qator ko'rsatingchi. Mana kelar. Sog'liq, lekin misol juda boshqacha narsa ekan. Husanboy videomiz ko'p cho'zmaylik-da. Buni bo'ladigan bo'ldan qilib narxida hamma gap 1000 maqtaganingiz bilan bu qo'y baribir. Qo'y degan narsasi bor. Nech pul beramiz? Boladan qilaydim. Tortishmadan qilayapman. Tortishmadan qilaydi. $1150 beradi. 1150 dollarga akalar, xudo xolosa bo'g'oz avon suvligimiz, telefon qilsalaring. Telefon qilib emas, qayerga shu yerda o'tib bering. Bo'ldi kim? $1100 $1100 dollarga dastlabkasi qayergacha? Dastlabkasi Toshkentgacha yetkazib beramiz. Samarqandgacha yetkazib berasiz. Baraka akalar. Biz bu yerda baraka qilib qo'yyapmiz, telefon qilsalaring, xudo xolosa yana ozmas o'tib beradilar. Hech kimda aytgani bo'lmaydi akalar, xudo xolosa telefon bilan aloqaga chiqinglar. Xudo xolosa endi bundan keyingi partiyalarimizni o'tamiz akalar. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Xudo xolosa arashan sovg'alarni ham yaxshilardan keyin, xudo xolosa. Obuna bo'lib kuzatib turinglar. Ikkinchi partiyamizni o'taramizmi? Ikkinchi partiyamizni o'tamiz. Bo'ldi. Obunachilar, qo'ydim, maynaqasini ko'rganmizlar. Xudo xolosa yana o'zim oldim. Shu bo'yda qo'ldan to'g'risiga o'zim haligisini beraman dedim, tarifini beray dedim akalar, xudo xolosa. Tarifga til ojiz, haqiqatan til ojiz. Meni bo'yim akalar 1.75. Buni sog'liq qaranglar, qayerda turibdi. O'tda gigant narsa akalar. Mashallah. Hammamiz xonadonimizda mayna qilib baqish nasib qilsin. Nasib qilsin deganlar kommentariyga yaxshi izohlar qoldirib akalar, xudo xolosa bittadan like deb bosib tursalar akalar, mana. Xudo xolosa qo'yimiz birga ketgan ko'rsatamiz sizlarga. Bu jonivorning kalla tuzilishlariga e'tibor beringlar akalar. Xudo xolosa. So'ngra bular qaydan topib keldingiz? Xudo xolosa, Husanboy buni bitta bilan qutulib qolishmaydi. Xudo xolosa soni serob, ha? Soni serob akalar, xudo xolosa. Hozir o'zim chiroyli qilib videosini olib beraman akalar. Qo'llab-quvvatlab tursalarim. Akalar mana Husanboy ukamiz o'zlari shu Allah. Husanboy qaydan topib kelyapsiz bularni? Kelyapmiz Asrar aka. Topib kelyapsizmi? Siz obunachilarga topib kelyapti. Xudo xolosa, obunachilar paddashga tursa, o'tgan safari qo'ylar sotildimi? Sotildi Asrar aka. Qo'chqor ham sotildi. Qo'chqor ham sotilibdi akalar. Xudo xolosa barakasini ustida bo'ldim o'zim ham. Husanboy endi qo'ydi bizga oldi emas, birinchi oldi tomonini bunday qilib chiroyli qilib bitta ko'rsatingchi. Oldi tomonni qaranglar akalar. Oldi oyoq kengliklari. Akalar, mana to'shlari bir ahamiyat berasizlar. Mana to'shni oldidagi qo'lim yetmay qolyapti mana. Oldiga. O mana ilar ko'ryapsizlarmi aka? Mana qo'y. Mashallah. Havas qildim. O'zimda ham xonadonimda shunaqa qiladigan boqishlikda bir yuzlab boqishlik nasib qilsin akalar, xudo xolosa. Qo'ylar ekstrerga ham, boyiga ham har tomonlama vazni ham akalar, xudo xolosa 100 kg ustida bo'lishi mumkin. Nimaki qo'y akalar ustini ham ko'ryapsizlar. Mana men qo'lim qolib ketib qolyapti. Mana. Xo'p, bu tomonda ham bor, ha? Xo'p, bu tomonda ham bor akalar. Mana Hasanboy ukamiz shu turibdi. Hormay Hasanboy. Charchamayapsizlarmi? Yo'q. Mana. Akalar, xudo xolosa mana qo'yimiz gigantidan ekdona. Gigantidan. Xudo xolosa buni ham oyoq kastaklariga e'tibor berasizlar. Xo'p, bo'ylariga, xudo xolosa ana. Bo'g'ozliklari qanaqa ekan? Bo'g'ozliklari akalar mana. Yelin tashab qolgan. Ikkosi ham bo'g'oz, a? Ikkosi ham bo'g'oz. Ikkosi ham bo'g'oz akalar. Mana endi yonma-yon qilinglarchi. Yonma-yon qilib ko'rsatinglarchi. Kallasini bir tomonga o'tkazinglar, men u tomonga o'tib olaman. Mana akalar. Mana sog'liqlar. Bir parametrlarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Dumba razrezlari, cho'tki akalar. Dumba razrezlari cho'tki mana. Moshina akalar, xudo xolosa mana. Taglari ham naqd mana. Ko'ringan bo'lsa, taglari ham naqd. Xudo xolosa akalar, aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, pasamiz ham nar tomoniga o'tib olingchi. Qo'ydi yuzlarini. So'ngmi siz oldiroqqa chiqingchi. Mana. Mana. Akalar. Mana sizlarga haqiqiy ishqivoziga qo'yiladi zo'ridan. Sizlardan paydash uchun bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib tursalar, endi bulardan bir parametrlarni o'lchab beramiz. Qo'yiladi kalla oshlariga. Buni yosh oyliklarni aytmayapsiz, So'ngmi? Yosh oylik Asrar aka mana. Yosh oyliklari, yosh oyligi 4 tish, 4 ta 6 tish o'tibdi. Buni sizcha? 4 tish Asrar aka. Bu ham 4 tishdan 6 tish o'tibdi, So'ngmi? Ha. O'zingizga ham yoqdimi qo'ylar? Cho'tki. Cho'tki ekanmi? Endi bir parametrlarni o'lchab beramiz akalar, xudo xolosa.
Mana. Yerdan. Akalar buni qo'ydi. Nima deyapti mana? Metrdan yerdan mana. Qo'chqor tug'ilmayapti akalar. Bunaqa parametrda qo'chqor tug'ilmayapti. To'g'risi gap akalar. 95 plus sog'liq. Endi akalar bunisiga. Mana yerdan akalar. Mana. Yerdan. Bu ham 90 plus, bunisi 90 ekan, Husanboy. Narigisi 95 ekan, a? Bunisini 90 ga olasizlar akalar, bunisini 95 ga olasizlar. Xudo xolasa qo'yimiz gigant narsa. Gigant. Xudo xolasa Husanboy aloqaga chiqsa, ishlarini bitirib berasiz, a? Bitirib berasiz. Endi qo'limga bunaqa narsa kelib qoldi deb narx osmonda aytmaysiz. Yengil qo'yamiz. Yengil qo'yasiz, xudo xolasa. Bu birinchisi emas. Endi ikkovlani ham qo'ydim. Bunday qilib oldini ko'rsatinglar, chasam orqaga qo'yib. Jichi yuringlar. Mana akalar. Hammamizni qo'ramizdan mashinaga qo'ylanam. Boqishlik nasib qilsa akalar, xudo xolasa. Qo'ylar qaranglar. Moshina. Mana kecha sotilgan qo'chqorimiz mana chiqib ketyapti bugun dastavkada. Mana. Shopir akamiz olib ketyaptilar. Shopir aka. Xudo xolasa chiqib ketyapti. Akalar xudo xolasa paddash qilib tursalaring, sotilib turganlarini ham xudo xolasa videolari qilib qo'yib berishlikka harakat qilamiz. Husanboy, endi buni narxiga kelsak, Husanboy. Narxini Asrar aka tortishmaydan qilib aytaman bularni. Bo'ladigan qilib aytdim, men ham so'ramay. Nimaiki Husanboy bunga misol o'zingiz ham olishda misol 100 ming, 200 ming pul bosib olmagansiz. Bilaman, nimaiki bu katta narsaga akalar 100 ming, 200 ming pul bosib olinmaydi. Buni 90lik so'lib akalar, bu 95 so'lib oldi, hech qanchalik bo'lmay qolyapti. Mana. Bu 90lik so'lib akalar, bu 95 so'lib juda gigant narsa ekan. U tomondan ham bir ko'rsataylik, Husanboy. Mana, akalar. Bu tomondan ham ko'rsalaring. Juda gigant narsa. Xo'p, Husanboy, ikkovini bitta narx qo'yasizmi yo addan qo'yasizmi? Addan qo'yamiz Asrar aka. Addan. Bitta ham qo'yaveramiz. Bitta ham qo'yasiz, addan aytingchi. Misol kimgadir bu qo'y yoqqan bo'lishi mumkin. Mana shu qo'y kimgadir bu qo'y yoqqan bo'lishi mumkin. Siz ikkovga bo'ladigan qilib narxini ayting. Bittalar narxini ayting. Keyin ikkoni olganingizda bitta narx aytasiz. Ikkov buni olsa Asrar aka 11,5 millionga Samarqandgacha yetkazib beraman. Tortishmaydan qilib aytdim. Tortishmaydan qilib 11,5 millionga akalar xudo xolasa. Dastavkasi qayergacha bo'ladi? Samarqandgacha yetkazib beraman. Samarqandgacha dastavkasi siz bo'yningizda. Xo'p, bunisigachi? Bunisiga Asrar aka 9,5 million so'm bersa yetkazib beraman uni ham Samarqandgacha. Bunisiga ham 9,5 million so'mga Samarqandgacha yetkazib berasiz. Ikkovini olsa Hop, Asrar aka to'xtab turing. 11,5 millionga 9,5 million. Shunda akalar 21 million pul bo'lar ekan. Ikkovini bitta olsa ayting. Shu yerdan endi qo'l tajang. Endi shu yerda vodiyga so'rab ikkovini vodiyga chiqarib yubordi desa, necha pulga berasiz? ikkovini Asrar aka olsa 20 million so'mga yetkazib. 20 million so'mga vodiy ichiga. Vodiy ichiga. Asrar aka. Hop. Kerakchi ikkovini bitta oldim, chiqarib yubordi deb telefon qilishadigan bo'lsa, ikkov Samarqandga 20 millionga chiqarib berasiz, bo'ldi, boshqa gap yo'q. Bab baraka. Ursanmisiz? Yo'q Asrar aka. Yo'q, bo'ldi, boshqa gap yo'q. 20 million pul berishadi ikkovga. Dastavka qilib chiqarib berasiz Samarqandgacha. Bo'ldi, oldim deysiz yetkazib. Bo'ldi, bab baraka. Akalar Hosibboyda baraka qilib qo'ydik. Telefon qilsalaring o'tib berasizmi yo'qmi? Seni qilib beraman, Asrar aka telefon qilishasiz. Telefon qilsa, ozmasa yerisini qilib berasiz, a? Bo'ldi akalar, xudo xolasa akalar. Mana endi qo'yamiz, ash yoqdan bitta qo'yib beraylik. Yurishtirishlarni ham bir ko'rsizlar, obunachilar. Mana akalar. Qo'ylarimiz holatlarga bir ahamiyat berasizlar. Mana jonivorlar. Bo'l, kilometronchi. Yurosinchi. Mana akalar. Xudo xolasa yurishtirishlariga ham bir ahamiyat berasizlar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa akalar, xudo xolasa paddash qilib tursalaring, bundan da zo'rlarni chiqarib berishga harakat qilamiz. Hammalaring chorvalarga Alloh baraka bersin. Hammamiz qo'ramizda shunaqa qo'ylardan boqishlik, yuzlab boqishlik nasib qilsa. Akalar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.